60 ming dollarga mana mana shu xonadonimizda srochniy narxlarda, super aksiya narxlarida sotuvga chiqyapti. 72 ming dollar qo'yganmiz bu xonadonimizni o'zi. Hozir super aksiya qilib 60 ming dollarga narxini tushirib yuborildi. Hovlisini ko'ryapsizlarmi? Hovlisi shu zo'r. Hop, etik taraflariga ham bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu yoqlarni ham. Hop, bu yoqda bitta hojatxona bor. Video sal tezlashtirib yuboramiz. Hop, bu yoqda mana qo'l kiramiz. O'ng tarafimizda bitta katta zal. Xonalar kichkina emas, remontlari zo'r holatda. Yaxshi sifatli narsalar bilan bitirib qo'yilgan. Bu yoqda yana bitta xona bo'lyapti. Bu yerda birinchi etaj uchun yana bitta sanuzul bo'lyapti. Hop, endi tepa qavatda ko'ramiz. Yo'lakni tepasini bolxonani, ya'ni ikkita xonaga ajratib, o'rtasiga mana shunaqa sanuzullar joylab qo'yilgan. Hop, bu yoq tarafda bitta xonamiz bo'lyapti. Bu yoqda yana bitta xonamiz bo'lyapti. Xonadonimizni ko'ryapsizlar, zeleniy zonasi kattagina, bitta oshxonani tegi podval bo'lyapti. Hop, bu yoqda yana bitta kattagina zal bor, oshxonaning yonida. Mana bu zalimiz bo'lyapti. Remontlariga bitta baho berasizlar. Xonadonimizni yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Mana bu yoqdan ko'rinishi bo'lyapti. Xonadonimizni yaxshi sifatli mahsulotlarda qurilgan, cho'tki qilib bitirib qo'yilgan. Fasad qismlari, burchatkalari qolgan, u yog'ini o'zingizlar qilib olasizlar. Super aksiya qilib 60 ming dollarga tushirib qo'ydik. Nazarbek tekstilda bo'lyapti. Tarozdan shunday katta ko'chadan kirib kelasizlar. Postdan taxminan 8 kilometr masofa ko'rsatyapti. Aloqaga chiqaveringlar, srochniy narxlarda baraka qilib yuboriladi.